Vazirlar Mahkamasining 570-qaroriga binoan endilikda 10-dekabrdan boshlab barcha xususiy klinikalar ham, aptekalar ham elektron retsept sistemasiga ishga tushadi. Ya'ni bu qanaqa ishlaydi? Bemorga ham, shifokorga ham juda qulaylik yaratadi. Qaysi masalada? Endilikda retsept yozsa, kimdir shifokor retsept yozgan bo'lsa, ba'zilarning yozuvlar tushunarsiz bo'ladi va aptekachi ham qiynaladi. Patsient ham qiynaladi bunda ko'p holatda va noto'g'ri dorilardan foydalanishga to'g'ri kelib qoladi ba'zida. Aptekachilarning aybi bilan yoki bo'lmasam shifokorning aybi bilan. Buni oldini olishligi uchun, shaffoflik yaratish uchun elektron retsept tizimi ishga tushadi. Bunda bemor hatto bu uyali aloqasidan ham olsa bo'ladi. Bundan tashqari o'zlarining ID raqamlari bo'ladi, Med ID kartalari. O'shalar orqali ham olsalar bo'ladi va chek tarzida ham chiqarib bersa bo'ladi. Unda QR kod bo'ladi. Bu videoni barcha xususiy klinikada ishlaydiganlarga va aptekalarda ishlaydiganlarga jo'natib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. O'zingizni asrang, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qarorni esa Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Bemalol kirib, o'qib, tanishib chiqishingiz mumkin bo'ladi.